Mirzoulbek metrosining oldida bir xona shkelet uyimiz xudolik sotuvga chiqdi. Uyimiz polni komplekt, mebel, texnika, hamma narsasi bilan. Chilonzor 8-kvartal 1-dom. Orientir tushuntiraman. Bu Rayhon chorrahasi. Perkroskani o'zida yo'lda 100dagi dom. Bir xona 4 etajga dom, 4-etaj. Hamma narsasi bilan. Stiralka, xolodilnik, konditsioner, televizor shuna kirib mazza qilib yashab bersa bo'ldi. Mana bularimiz ochiladi, spalni bo'ladi. Uyga kelib ko'rsalaring, aurasi boshqacha. Kirib kelish eshigi sanuzel razdельный. Uy просто shkelet. Narxiga keladigan bo'lsak, Mirzoulbek metro atrofida shunaqa uylar 60 nari beri turibdi. 60, 59, 58, 57 kerak emas. Alloh barakasini bersin, 56 mingga beraveramiz. Hamma narsasi qoladi, kalsraz natashda beriladi. Chilonzor 8-kvartal 1-dom. Mirzoulbek metrosigacha, Bunyodkor stadionigacha bir ostanovkalik yo'l. Jonlaring sog' bo'lsin, lokatsiyasini, opsiyasini tashib qo'yaman.